Kollagenli, gialuronkali kremlarni ham ikkalasi ham yaxshi. Tarkibi juda ham zo'r mahsulotlar hisoblanadi. Birinchi navbatda gialuronkani aytadigan bo'lsak, gialuronka 18 yoshdan boshlab barcha turdagi yuzlarga namlantirish uchun tavsiya qilinadi. Ayniqsa yuzi tez quruq bo'lib yuzi burishib qoladiganligi tavsiya qilinadi. Namlikni saqlab berishga, ajinlarni vaqtli tushishini oldini olishga yordam beradigan komponent hisoblanadi. Gialuronka kislotali mana shunaqa naborlar kremlar bo'ladi. Kollagen bo'lsa, уже 25 yoshdan boshlab organizmda kollagen ishlab chiqarish to'xtagani hisobiga bu terini elastikligi bilan ishlab taranglashtirib berishga, ya'ni mayda ajinlarni oldini olishga qaratilgan komponent. Shuning uchun buni 25 yoshdan keyin asosan yana yuzi turiga, yuzi holatiga qarab turib tavsiya qilinadi. Gialuronkani bo'lsa bemalol 18 yoshdan pulli hud uchun foydalanish mumkin.